Xo'p, mana filtrni tozalab joyiga qo'yib, yopib, qopqoqlarni hammasini cho'tka qildik. Endi mana buni cho'tkasini ham yopamiz. Xo'p, keyin qiladigan vazifamiz. Marhamat, kim biladi bu nima? Bilganlar yozaveringlar. Hozir men o'zim ham aytib ketaman baribir. Ukol qilamiz endi. Pagurchikka. Pagurchikka ukol qilamiz, gapga kirmoqdi. Xo'p, eshigini yopaylik. Filtr bo'ldi. Endi filtrni tozalagan joylarimizni ko'rsataman. Marhamat. Changi ko'ryapsizmi? Mana shu chang chiqdi. Desam hazillashdim. Mana. Mana chang. Mana g'ish usti chang. Setkaningizni mana shu obdon qoqib oldimda bitta olib kelib. Mana. Chang ko'ryapsiz mana. Mana qancha chang. Voy voy. Birinchi yangi shopirlarga tegishli albatta. Birinchi endi shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi. Xo'jayinlar, bir xil xo'jayinlar shunaqa bo'lib qoladi-yu. Pagurchi qiynalib ketadi, ammo odam shamollasangiz, gripp bo'lsa burun bitib qoladi-ku. Nafas olishga qiynaladi. Xuddi o'shanaqa bo'lib qoladi-da bu. O'pkasi to'lsa. Bu o'pkani tozalab turish uchun rosa chang bo'lib ketsa, uje vaqt soati bilan almashtirish kerak, yangi qo'yish kerak. Bir xil xo'jayinlar ikkitasidan pul ishlatkisi kelmaydi, lekin texnikaga bir bola bo'lsa, kim aybdor? Shopir aybdor bo'ladi. O'shaning uchun bu yangi shopirlarga tegishli, yangi pagurchi minadigan, yangi boshqa katta mashina minadigan shopirlarga tegishli. Vaqtida tozalab tursanglar, endi to'g'ri, kuniga tozalashga bir xil imkon bo'lmaydi. Shuning uchun tozalab turasizlar, obdon birinchi qoqib olasizlar, yaxshilab bir chekkaga olib tushib olib. Yaxshilab qoqasizlar. Men hozir yaxshilab qoqdim. Keyin yaxshilab qoqib bo'lganlardan keyin, changlari chiqib ketgandan keyin yana ichida chang qoladi, havo urasizlar keyin. Havo urasizlar. Endi chang ada bo'lmaydi, chunki eskida u. Keyin joyiga yig'ib qo'yib yuborasizlar baribir. Shunaqa gaplar. Endi hozir ukol qilamiz mana. Ko'rdinglarmi? Shpris, perchatka. Hayron bo'lmaylar mana. Hayotimiz to'la to'kis bo'lmagandek perchatka ham mana. Ko'rdinglar? Mayli, zato bor. To'g'rimi? Yo'qdan ko'ra bor-ku. Xo'p. Endi mana hop, qatiga ukol qilamiz. Ukol qiladigan joylari ko'p pagurchigimizda. Marhamat. Bu nima? Ukol qiladigan teshiklarimiz mana. Bu yerda 2 ta. Mana bu yerda 3 ta, anta kardaniki 4 ta, 5 ta. O'rta o'q 6 ta, belliki 7 ta mana bunda bor. 7 ta. Shu o'zi 7 tami? Keyin mana 8-si, mana 9-si. Qolgan hammasi narigi tomonda. Xullas bir 22 tami joyi qilamiz. Endi uni men hozir qilib ko'rsataman, chunki shprisda bo'ladi ikkita qo'lim ham. Vaqtida ukolni qilib qo'ymasak bo'lmaydi. Keyin g'achir-g'uchur boshlanib ketadi. Keyin g'achir-g'uchur boshlangandan keyin men palislarimiz yeyilib ketgandan keyin yangi palis qoqish kerak bo'ladi. Yangi palis yana rasxod dalishi. Xullas o'zinikini avaylab asrab tursa, endi odamlar tomonidan tushuntirib beradigan bo'lsam, men hozir texnikani tomondan tushuntiryapman-da, texnika tomondan. Odam tomondan tushuntiradigan bo'lsam, yemirilib ketaman. Suyak yemirilishi bormi? O'shanaqa bo'lib yemirilib ketadi. Oshiq-moshiqlarda endi bular. Yemirilib ketgandan keyin alishtirish kerak bo'ladi. Endi bu odam emas-ku, bunga sut, qatiq, tvorog anaqa bera olmaysiz. Kalsiyli narsa bera olmaysiz, tuxum po'chog'ini maydalab bera olmaysiz. O'shaning uchun bunikini alishtirish kerak. Boshqa palis qoqiladi. Xullas u ham endi ancha rasxodda oladi, vaqtni ham oladi. Xullas shunaqa gaplar. O'shaning uchun endi xo'p, mayli. Bo'ldi, biz ukolni boshlaymiz. Pagurchi o'ziga aytib qo'ymanglar, yig'laydi-da bo'lmasa. Yig'lasa keyin ukol qildirmaydi, ko'p joylariga qildirmay qo'yadi. Qattiq qo'yadi.